sizga eng ko'p telefon qiladigan inson kim? Uydagilar. O'rtog'im. Oyim. Qarang, hozir farzandlaringiz biriga telefon qilamiz, ularga 3 ta savol beramiz. To'g'ri javob bera olsa, sizga maxsus sovg'amiz bor. Birinchi savolimiz: Yamayka davlatining asosiy tili qaysi? U Yamaykani qayerdan biladi 14 yoshli qiz? Yo'q, oddiy savol bu. Yo'da bilasanmi? Keyingi savolimiz: Ingliz tili alifbosida nechta harf bor? Afsus. 26 ta. Wow, to'g'ri topdingiz. Sizda yana bitta savol qoldi. Xo'p, shunga to'g'ri javob beradigan bo'lsangiz bo'ldi. Ingliz tilida eng qisqa so'z qaysi? Va to'g'ri javob berdingiz. Tabriklaymiz sizni. Qizingiz sovg'a yutib oladi aynan sizlar. Rahmat ishtirok uchun. Olishingiz mumkin. Ha, bilasizmi? Kechiradim. Siz ham shu insonlar kabi qiynalmasligingiz uchun ingliz tilini oson yo'l bilan, ya'ni Inglify bilan o'rganing.